Assalomu alaykum hammaga. Bugun shokoladkani tekshirishni bitta ko'rsatib o'taman. Bu eski shokoladka, anaqa chiroq yonib qoldi, akkumulyator chirog'i. Bu yangi olib keldik. Hozir birinchi buni olib kelishdan oldin buni tekshirish qanaqa bo'ladi deganda, mana bu ikkita simi bor. Bittasi glazok chiqib ketadi, bittasi через zamok kiradi. Через zamok kiradigan noshkasi mana shu. Buni qayerdan bilamiz desak, bu mana bilan prazonka bo'ladi. Постоянно plus bilan. Hop. Anaqaga qo'yamiz. Mana prazonka bo'lyapti. Demak, bu topdik, через zamok tok kerak bizga. Endi u logika qanaqa bo'ladi? Buni ketgan-ketmaganligini bilish uchun bizga bitta akkumulyator, shokoladka va tester kerak bo'ladi. Xo'p, biz bunga plusni beramiz, постоянно minusni beramizda, shunda ana cho'tkani tekshiramiz, tokini. Tekshirganimizda akkumulyatorga tok umuman o'tmasligi kerak, 0 bo'lishi kerak. Umuman 0.01 volt bo'lishi kerak. Biz qachon через zamok berganimizda bundan 12 volt chiqishi kerak. Agar 4.5 volt, 5 volt, 6 volt chiqsa bu yo'q degani. Akkumulyatorga yaqin tok chiqishi kerak. 12 mi, 11.5, 12 shu atrofida chiqsa bu sog'lom. Agar 5 volt, 4 volt вообще chiqmasa, o'sha ketgan degani. Hozir bizaniki plus-minus o'zini bersa o'sha chiqib yotibdi. Tekshirib ko'ramiz tez. Bu buzuq shokoladga tekshirish qanaqa bo'ladi? Hozir plusni berdim, постоянно minusni berib, bitta tekshirib ko'raman, chiqmasligi kerak. Bitta tekshiryapmiz, o'sha chiqib yotibdi tok. Bu уже pishganicha. Через zamok hali bermaganman, chiqib yotibdi. Tushunarlimi? Keyingi shokoladga original emas, yengini olamiz. Sini olib tashyapmiz, mana yengini tekshirib ko'ramiz. Hop, plus berilyapti, постоянно plus beradigan joyga minus berilyapti-da, bitta tekshirib ko'ramiz. Mana shokoladkani tishini anaqasini, cho'tkasini tekshiraman. Mana 0 holatda turibdi. Через zamokni ochamiz. Ochdik, mana tok chiqishni boshladi. O'zing через zamok. Mana 0 bo'lib turibdi, plus minus bor bo'lmasa. Через zamok bering. Mana 12 volt, 12 voltdan sal ko'proq beryapti. Xuddi shunaqa chiqadi. Agar bu 4.5 volt, 5 volt bo'lsa ham shokoladga uxlagan bo'ladi. Xuddi shunaqa tekshirsangiz 100% diagnoz qo'ya olasiz. Fikringizni kommentariyada yozasiz.